Gilam yuvish biznesi bir kunda qancha daromad olib keladi? Hozir mana shu Abdulaziz akam 1,5 million so'm daromad olib keladi kuniga deyapti. Bu qanaqa bo'ladi aka? Tushuntirib o'ting. Bilan yuvishda gilam biznesi faqat gilam emas, adyol parda ko'rpacham yuvsa bo'ladi. 100 kvadratdan 300 kvadratgacha yuvsa shu daromad qilsa bo'ladi. Qaranglar, kuniga 100 kvadrat yuvadigan bo'lsalar, kvadratni hozirgi kunda Andijon territoriyasida 12 ming so'm yuvilyapti ekan. Buni 4,5 ming so'm ichki haqqi shampunlarga chiqib ketar ekan. Qolgan summa ko'rib tursiz, 7,5 ming so'm bo'ladimi? 7,5 ming so'm, ya'ni 100 kvadrat yuvsangiz 750 ming degani sof foyda. Nima apparat bu? Bu kir moshina adyol pardalar yuvish uchun yarim tayyor holatda turibdi hozir. Keyin yana bitta qo'shimchamiz sentrofuga kerak bo'ladi. Necha kilo yuvadi bu? 120 kilo oladi. 80 kilodan 120 kilogacha. Nerjevika Turkiyada 4 ming dollar ekan bu. 4 ming, 4,5. Sizda 2,5 ming dollar. 2,5 ming dollardan chiqaradi. Bu sentrofuga quritadigan. Quritadigan. Bu hozir kichkina holatda esa 3 metrdan 620 gacha taxlab beraveramiz. 620 gacha taxlab berasizlar. Birovlar aytib ketdi, bu narxi 3 ming dollardan 6,200 dollargacha chiqaradi. Ha. O'zbekiston bo'yicha. Men qo'shim